do'stlar, Toshkentdan Moskvaga, Toshkentdan Sankt-Peterburgga xalqaro avtovokzaldan reyslarimiz Toshkentdan reyslar bo'yicha tanishtirib o'tamiz. Mana kassamiz, bog'imizga kelsanglar, bitgan, chiroyli qilib kelib joylashib kelsanglar bo'ladi. M5 yo'li bilan Orenburg, Samara, Penza, Cheboksar, Ryazan, Moskva, Tver, Yekaterinburg, Sankt-Peterburg. M5 dushanba kunlarda bo'ladi bu reys. M7 bilan Orenburg, Ulyanovsk, Kazan, Nijnoy, Vladimir, Moskva, Tver, Sankt-Peterburggacha juma kunida bo'ladi. Ikkita reys bor. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilasizlar, nomerlarni yozamiz. Rossiyskiy O'zbekiston nomeri bo'ladi. Sankt-Peterburgdan qaytmoqchi bo'lsanglar, Moskvadan, Sankt-Peterburgdan rossiyskiy nomerlarga telefon qilsanglar bo'laveradi. Qiziqtirgan savollarni kommentariyaga yozinglar. Nomerlarda WhatsApp, Telegram hamma yo'q. Bor. Mana akalar Sankt-Peterburgga ketasizlarmi akalar? Dushanba kunida bugun xohlasa 23-kun birinchi reysimiz Sankt-Peterburgga akalarimiz ketyapti. Salomat bo'linglar, tanlovni tashlayman.